Oyxo'ja ibn Tojiho'ja degan ismni eshitganmisizlar? Bu ko'pchiligimiz biladigan Zangiota bobomizning asl ismlari. Shu kishini hayotlaridan bir ajoyib narsani aytib bermoqchiman. Farzandingiz haqiga qiladigan eng go'zal duolardan birini o'rgansangiz ne ajab. Yangi tug'ilganliklarida dadalari Turkistonga Ahmad Yassaviy hazrati ziyoratiga olib boradilar. Ahmad Yassaviy hazrat bu kishini qo'llariga olib tursalar, yosh chaqaloq qarab kulib turadi. So'raydilar, farzandu arjumandingiz nega bizga kulib qarab turibdi desalar, farosatli ota aytadiki, hazratimning hali biror bir hadya bermaganiga kulib turibdi deydi. Shunda Ahmad Yassaviy Quddusasi ruhul aziz qo'llarini duoga ochib, har bir ezgulik avval sizga bo'lsin, keyin bizga bo'lsin. Allohu akbar deb duo qiladilar. Mana shu duodan umrlari davomidan juda ko'p fayzlangan Zangiota bobomiz butun dunyoga mashhur Yassaviy tariqatini yetuk piru komillaridan, murshidlaridan bo'lib yetishadilar. Ko'plab shogirdlar chiqaradilar. Dunyo tarixini o'zgartirib yuborgan voqeaga ham sababchi bo'lgan shogirdlardan biri Sayyid ota hazratimizni qo'llarida ko'plab mo'g'ullar, lashkarlar musulmonchilikni qabul qilgan va tarixda bo'lmaganki, mustamlakachi davlat mag'lub bo'lgan xalqning diniga kirmagan hech qachon. Illo Zangiota bobomizni, ya'ni Ahmad Yassaviy bobomizni duolarining barakatidan chiqqan shogirdlar, pir komillarni xizmatidan bo'lgan. Shunday ekan, farzandlarimiz haqiga Alloh taolo bizga hal bermagan yaxshiliklarni ularga bersin, ularning hayoti bizdan yaxshiroq bo'lsin deb duo qilishimizda xayr ko'p ekan. Inshaalloh butun dunyoga ilm va ma'rifat tarqatgan bu xalq yana qayta shu yuksak cho'qqilarga chiqishlikka loyiq deb o'ylayman. Ajab emas, oramizdan Zangiota hazratlariga, Ahmad Yassaviy hazratlariga va ko'p o'sha Sayyid otadek ulug'larga o'xshagan buyuklar chiqsa. Duoni qaytarib qo'yaman. Har bir ezgulik avval sizga bo'lsin, so'ngra bizga bo'lsin. Kattakon rahmat. Yangi tug'ilgan chaqaloq bolalarga jo'natib qo'yasizlar. Salomat bo'ling.